Hop, 5-chi mavzu hop, evkaryotlar hisoblanadi. Evkaryotlarga nima aytiladi? Evkaryotlarga bilamiz o'simliklar, hayvonlar, odamlar, zamburug'lar, bular evkaryotlar hisoblanadi. Hop, dastlab ma'lumot berilgan o'simliklar haqida ma'lumot berilgan. Ozgina o'simliklar dunyosi o'zi ikkita katta olamga bo'linadi. Tuban va yuksakka bo'linadi. Tuban o'simliklarga suvotlar kiradi. Yuksak o'simliklar urug'li va sporali o'simliklarga bo'linadi. Urug'li o'simliklar ochiq va yopiq urug'lilarga bo'linadi. Sporali o'simliklarga yo'sin, qirqquloq va qirqbog'onlar kiradi. Bu o'simliklar dunyosi. Endi tuban o'simliklar tanasi, ya'ni suvotlar tanasi nima deyiladi? Qattana yoki tanlov deyiladi. Biz o'simlik deganda ildiz, poyasi, bargi bor o'simliklarni tushunsak, tuban o'simliklar, suvotlarda bunaqa organlar bo'lmaydi. Buni o'rniga biz buni organlarini qattana yoki tanlov deymiz. Masalan, ildiz vazifasini ham rizoid degan organ bajaradi. Ularda poya, barg degan narsa tushuncha yo'q. Ularda qattana yoki tanlov deyiladi. Hop, yuksak o'simliklar mana urug'li va sporaliga, urug'lilar ochiq va yopiq urug'lilarga, sporalilar bo'lsa yo'sinlar, qirqquloqlar va qirqbog'onlarga bo'linadi. Shu 5-chi mavzu haqida qisqacha. Endi asosiy gaplashadigan mavzumiz 6-chi mavzu zamburug'lar dunyosi. Zamburug'lar dunyosida 100 mingdan ortiq turi bor va mikologiya degan fan o'rganadi zamburug'larda asosan. Bular har xil jinsiy, jinsiz, vegetativ usullarda ko'payish xususiyatiga ega. Endi zamburug'lardan misol qilib, deylik, achitqi zamburug'ni oladigan bo'lsak, achitqi bu magazinda sotadigan dro'sh bilamiz, dro'ylar. Taxtakachilangan, quritilgan, zichlangan, havo so'rib olingan idishlarda sotiladi magazinlarda. Biz bundan non tayyorlashda foydalanamiz. Undan tashqari achitqi zamburug'dan nondan tashqari pivo tayyorlashda ham foydalanishadi. Xo'p, achitqi zamburug'i bir hujayrali zamburug' hisoblanadi va hujayrasining shakli oval shaklda bo'ladi va ko'payish usuli kurtaklanib ko'payadi. Ya'ni mana zamburug' bo'lsa, keyingi zamburug' ona organizm tanasi ajramagan holda ko'payib ketaveradi. Shu ko'payish kurtaklanib ko'payish hisoblanadi. Bu achitqi zamburug' shakarli iliq suvga solinib turib, keyin sutga aralashtirib non tayyorlanadi. Bu shakarli iliq suvga solinganda o'sha shakarni yoki laktozani deylik parchalaydi spirt bilan plus karbonhidrat gaz biz bilamiz. Shu karbonhidrat gazini hisobiga xamir oshadi. Ya'ni kattalashadi va xamir ko'pda yeyiladi. Va non tayyorlanadi. Shu achitqi zamburug' shakarli spirt va karbonhidratga parchalaydi. Endi keyingi zamburug'larimiz qalpoqchali zamburug'lar hisoblanadi. Qalpoqchali zamburug'lar tanasi mana oyoqcha va qalpoqchadan iborat. Bular vegetativ tanasi mitseli hisoblanadi. Mitseli gifalardan iborat. Biz ataydigan tomirlar bu gifalar hisoblanadi. Bu gifalarning vazifasi suvni shimib olish, namlikni saqlash. Va bularning sporalari ba'zilari qalpoqchasining ustida va aksariyat holda qalpoqchasining ostida sporalari yetadi. Hop, bularda iste'mol qilinadigan zamburug'lar bor. Ya'ni qalpoqchali zamburug'lar iste'mol qilib bo'lmaydigan zaharlilari bor. Masalan, iste'mol qilinadiganlar oq zamburug', oq qaym bilan birga o'sadigan zamburug'. Bundan tashqari qo'zidumba, ya'ni shampinyon zamburug'lari bular iste'mol qilinadi. Iste'mol qilinmaydiganlari qizil muhom, sariq soxta qo'ziqorin degan bir qancha zamburug'lar bor. Ular iste'mol qilib bo'lmaydi, ya'ni zaharli zamburug'lar hisoblanadi. Bular mahsulga boyligi, temir moddalarni o'zida ko'p saqlashi bilan ko'proq iste'mol qilinadi. Va iste'mol qilish tavsiya etiladi. Shu iste'mol qilinadigan zamburug'lar. Endi bundan tashqari parazit zamburug'lar bor. Parazit zamburug'larda masalan qora kuya, vilt zamburug'i, zang zamburug'i. Bularni misol qilishimiz mumkin. Qora kuya zamburug'i bug'doydoshlar oilasiga tushadi. Ular boshog'iga tushadi. Mana bug'doy desak, endi boshog' hosil degan bo'lsa, shu boshog'ning doniga tushadi va donani pichib olishi va qora rangga, qora kukun holiga kelib olishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun bu qora kuya zamburug'i deb ataladi.
Vil zamburug'i verticillium degan zamburug' keltirib chiqaradi. Vil bu kasallikning nomi, verticillium bu zamburug' nomi. Bu so'lish kasalligini keltirib chiqaradi. O'simliklarda o'tkazuvchi sistemasida parazitlik qiladi va o'sha yerda moddalar o'tishini to'sqinlik qilib oladi va natijada o'simliklar so'lishiga, qurib qolishiga sabab bo'ladi. Keyingisi zang zamburug'i o'simliklarni bargiga tushib, zangga o'xshash dog' hosil qilgani uchun zang zamburug'i deb nomlangan. Bularning sporasi juda yengilligini hisobiga va chidamliligini hisobiga bularga qarshi kurash chorasi juda qiyin. Qarshi kurash chorasi shu kasalliklarga qarshi yangi navlarni yaratish bo'ladi. Biz bu zang zamburug'i tushgan o'simlikni maydondan chiqib ketib, tashqarida yoqib olsak, o'sha kuli uchib qaysidir o'simlikka tushsa, yana yuqoradi. Bu kulini ko'mib qo'ysak, qachondir o'sha yerga yana o'simlik ekilganda, o'simlik ildiz orqali yana kasallik namoyon qiladi. Shuning kurash chorasi juda qiyinroq. Yagona kurash choralari shu yangi chidamli navlarni ekish va almashtirib ekishlar qaysidir ma'noda foyda beradi. Endi bundan tashqari zamburug'lar o'simliklar bilan hamkorlikda yashaydi. Buni mikoriza deb ataladi. Mikoriza tashqi mikoriza va ichki mikorizalar bo'ladi. Tashqisi ektotrop, ichkisi endotrop mikoriza hisoblanadi. Tashqi mikorizalar o'simlikning ildizini tashqi tomondan g'ilof shaklida o'rab oladi. Masalan, telefon desak, telefonni tashqi ya'ni g'ilofi bor, tashqi tomondan himoya qilib, tashqi mikoriza ham xuddi shunaqa o'simlik ildizi deb tasavvur qilsak bo'ladi. Ildiz tashqi tomondan o'rab turadi zamburug'. Bu tashqi mikoriza, ichki mikoriza o'simlikning ichki o'tkazuvchi sistemalarida yashaydi. Bu ichki mikoriza haqida unchalik ko'p ma'lumot berilmagan. Tashqi mikoriza haqida qancha ma'lumotlar mavjud. Bir-biriga foydali jihatlari bor. Nima foydali jihatlari bor? Masalan, zamburug'ga qanday foydasi bor va o'simlikka qanday foydasi bor? O'simlikka foydasi zamburug' o'simlikni shimish yuzasini oshirib beradi. Ya'ni aytaylik, mikorizasiz o'simlik 3 metr joydan suv ichayotgan bo'lsa, mikorizasi bo'lsa, deylik 5-6 metrgacha oshishi mumkin, shimish yuzasi oshadi. Zamburug' o'simlik hosil qilgan, fotosintezda hosil qilgan organik moddalardan oziqlanadi. Bu zamburug'ga foydasi. Shimish yuzasini oshirish bu o'simlikka foydasi hisoblanadi. Bundan tashqari zamburug'lar suvo'tlar bilan birgalikda yashashi mumkin va ular lishaylikda hosil qiladi. Zamburug' plus suvo't teng L, ya'ni lishaylik hosil qiladi. Lishayliklar indikator vazifasini bajaradi. Ya'ni havosi toza muhitlarda lishayliklar hosil bo'ladi. Toshlar ustida hosil bo'lishi mumkin, daraxtlar tanasida hosil bo'lishi mumkin. Va bulardan atrofa sanoatida hid beradigan mahsulotlar ham olinadi, ba'zi bir turlari. Lishaylikda zamburug' vazifasi nima, suvo't vazifasi nima? Lishaylikda zamburug'da gifalar borligi uchun suvda shim olish, zaxira sifatida saqlab olish vazifasini bajaradi. Suvo'tda xlorofil bo'lgani uchun, ya'ni plastiklarda bo'lgani uchun fotosintez vazifasini bajaradi. Zamburug'ning suvda shimda, suvo't fotosintezda amalga oshiriladi. Birgalikda hamkorlikda amalga oshirib, organik moddalar hosil qilib birgalikda yashash bo'ladi. Havosi iflos joylarda lishayliklar uchraydi va qurg'oqchilik ko'p bo'ladigan joylarda lishayliklar uchraydi. Bundan tashqari lishayliklarda iste'mol qilinadigan lishayliklar ham bor. Asosan Arktika taraflarida bo'g'ul lishayligi bo'ladi. O'sha qorlar ostida bo'g'ullar oziqlanadi va turlari lishayliklar yoshqor, bargsimon, butasimon lishayliklar turlari bor. Kitobimizda rasmlar berilgan, masalan, yoshqor Batsilia, bargsimon Parmelia, butasimon Calabria, soqolli Usnea kabi turlari berilgan. Tasmasimon Evernia, tillanak Santoria, Valentina kabi turlari uchraydi. Lishayliklar tarkibida amilaza fermenti, aminokislotlar, vitaminlar C, B6, B12 kabi vitaminlar uchraydi. Aytib o'tganda atrofa sanoatida ahamiyatga ega lishaylik. Va bundan tashqari
o'sha toshlar yuzasida hosil bo'lgan lishayniklar tuproq hosil bo'lishida ham ishtirok etadi.